To'g'ri, meni hech kim tanimaydi. Meni kuzatadigan auditoriyam yo'qdir, ammo bu oxirat shunaqa bo'ladi degani emas. Meni boshqa streamerlardan hech qanday kam doim yo'qligini isbotlayman. Unga faqat ozgina vaqt kerak menga. Mana auditoriyam yo'qligining sababi chunki men o'zimning mahoratimni ko'rsatganimdadir. Men oson yo'lni tanlamaganim bo'ldi. Boshqalarga o'xshab izaylar qilib like desam bo'ladi. Endi vijdonim yo'l qo'ymaydi. Mening maqsadim kibersport dunyoga tanitish. Inshaalloh tanitamiz sizlar bilan birgalikda. Meni qo'llayotgan barchaga katta rahmat.